biz Line'dan foydalanib hozir juda bir ajoyib mevani shaklini yasaymiz. Hozir bu mevani qanaqaligini men aytmay turaman. Mana shunaqangi ko'rinishda. Hop, yana shaklimiz ichida demak biz olti burchakli mana shunaqa ko'rinishdagi demak 14 yo'q 13 va demak burchaklarni biroz yumshatib oldik. Qirralarini buni component object yordamida loft get shape aksincha ekan. Loft get shape mana shunaqangi ko'rinishga keldi. Bu shu olti burchakli modifikatorlarimiz bor edi. Bevel profile hamda sweep kabi mana shunaqangi ko'rinishga olti burchakli ko'rinishda bizga mana shakllantirib berdi. Modify paneliga murojaat qilamizda, bu yerda biz buni qayta ishlashimiz uchun deformatsiya burchaklari bor. Bundan bizga twist burchagi kerak bo'ladi. E'tibor berayotgan bo'lsak, bu biroz bizga aylanganlik holatini, kayfiyatini beryapti. Bu yetarli. Hop. Bit burchagida biz twist scale masshtablash burchagidan biz vertexlar qo'shamiz bunga yuqorida va mana bu ish qurolimiz yordamida buni pastki qismida mana bundoq pastga tushirdik. E'tibor beryapmiz. Bu yerda shunaqangi o'zgarishlar bo'lyapti. Endi buni belgilaymiz. O'ng tomonni bosib Bezier corner yordamida biz biroz unga plastikalarni hosil qilamiz va buni mana bu qora chizig'imiz, qalin chizig'imizgacha keltirib olamiz. Buni biroz orqaroqqa qaytaramiz. Yana bu shaklda chiroyli bir ko'rinishga keltirib olishimiz kerak bo'ladi. Mana shunday. Endi bu yerda ham pastga tushirib buni biroz bu yoqqa keltiramiz. Yana vertex qo'shishimiz kerak bo'ladi va mana bu verteximizni biz uchalasini ham belgilab Bezier corner holatiga keltirib olamizda, bunga plastika beramiz. Murakkab modellashtirish quyidagicha ko'rinishda amalga oshiriladi. Qaysi mevaga o'xshadi bu?